Hozir yangi chiqqan xo'nshulardan faqat ikkitali bo'lsa qig'il bo'ladigan bo'libmi, bolalarimiz nayt yaqtirib yeydigan basa xo'nshu qilishni qo'yay. Etish usul oddiy bo'lib, birlik o'zingiz chuqum o'rganalaysiz, samsugunish boshlaydi ketdik. Avval ikkitali xo'nshu tayyor qilamiz. Buningga chuqum shunga o'xshash qizil xo'nshu ishlatamiz. Ondan postini suyib olgandan keyin cho'ng kichilikini suratdagidek mana shunday jumlatib turib to'g'rilasak bo'ladi. Araliq ko'rib misha kapsul do'stlar, ajrimga bir talda naqsiz yurak besib qo'llag'ach ko'rsanglar qo'llagan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. To'g'rab tayyor qilib olgan xo'nshuni qaynayotgan qozonga solib 2 minut qaynatib suzib bilib xo'nshuning mayda zaliqiga vaqtda ichidan yumshoq, tashidan churuk chiqish uchun cho'ng ustamning qunoq kraxmalidan bir qo'shib qo'yib, kraxmalni xo'nshuga to'liq bir qavat yeyishtirib bo'lgandan keyin suratdagidek mana mushalatga bo'ladi. Ondan qozon ko'proq miqdorda may qo'yib, mayni ravris qizitib, xo'nshuni silib, normal o'tda taxminan 1 minut atrofida zaliq qilib olib, sarg'uch qizil olat kelgandan keyin ilib olib, qozonga yana 1 chimich suv, yarim chimich atrofida oq shakar silib, o'tni to'g'riroq tanshab to'xtamay qo'ysak, avval cho'ng ko'pish paydo bo'ladi. Ondan cho'ng ko'pishlar yo'qab, mana shunday sarg'uch olat kelgandan keyin xo'nshuni silib, o'tni to'xtatib, bir nechta aralashtirib, taqsiga olib iste'mol qilsak bo'ladi. Oxirida cho'ng ustamning cho'nligi bor do'stlar, cho'ng ustamning qunoq kraxmali lozim do'stlar, boshpatga serqirib g'esib qo'ydim. Haqsiz yuraklarni besib qo'llagan